Liliya do'konimizda yangilik tayyorlashibdi. Bu gullarimiz haqida ham ma'lumot berib o'tamiz. Barno opa, aytib o'tsak, qanaqa gullarimiz bular? Birinchisi bunisini aytamiz. Birinchisi oq-qora qilib high-tech usulida ishlangan gulimiz izolon. Izolon gullarimiz, ular yuviladi, moshni. High-tech usulda yaqinroqdan ko'rsatsangiz bo'ladi, bambuklari bilan. Endi klassika bu tarafdagi gulimiz klassika usulida tayyorladik. Buni ham bemalol yuvib ishlatsa bo'ladi. Bo'ylari 220 sm chiqadi. Bu gullarda 4 xil rasvetkasi bor. Zakazga qarab, uyda aboylarni, gilamlarni rangiga moslab bemalol tayyorlab bersak bo'ladi. Klientlarni didiga moslab. Eng asosiysi narxini aytaylik endi. Narxi necha pul? Klientlarga arzon qilib beramiz omochlarga. Xudo xolasa. Narxlarimiz hali bunaqa narx hech kimda yo'q. Bemalol kuzatishsa bo'ladi. Narxlarimiz 1 million 200 ming so'mdan. Shu 1 million 200 ming so'mdan. 1 million 200 ming so'm. Obunachilar YouTube'da ham, Instagramda ham, har xil Telegram gruppalarida ham solishtirsanglar bo'ladi. Narxi iloji boricha arzonlatgan holatda aytyapti sizlar uchun.